Bismillahirrahmanirrahim. Biyologiyalik soat va sog'lomlik. Avtori Muhammad Yusuf. Alloh taoloning ikki qonuni bo'lib, biri shariat qonuni, yana biri tabiat qonunidir. Shariat qonuni xilof qiluvchilar uning jazosini oxiratda tortadi. Ammo tabiat qonuni xilof qiluvchilar uning jazosini o'sha dunyoda tortadi. Allah Teala şeriat qonunini insonlarning ikkili olamlik baxt saodat uchun nozil qilgan bo'lsa, tabiat qonunini ularning bu dunyoda baxtlik, huzur halovatli turmushga erishish uchun belgilagan. Masalan, kechida uxlab kunduz tirikchilik qilish Alloh taolo bekitgan tabiat qonuni bo'lib, uning rioya qilganlarning ishi g'albilik, teni sog' bo'lib davomlashmoqda. Uningga xilof qilib, oqshimi bakkash uxlab yoki uxlamay, kunduz uxlaydiganlarning ishi g'albisiz, barakatsiz, sog'lomlikni nacharlashiga qarab qulog'ini o'xshash. Uningdan boshqa sabab qilishmo Alloh taolo belgilagan tabiat qonuniyatlaridan bo'lib, sabab qilmasa hech qanday ish amalga oshmaydi. Hatto Alloh taolo barliq jon egalarining rizqini o'zi beradiganligiga va'da qilgan bo'lsa-mu, shu rizqni tepib yeyish uchun sabab qilishga buyurgan. Shunga har qanday bir jonliq Alloh taolo belgilagan rizqni tepib yeyish uchun sabab qiladi, tirishidi, uni izlaydi. Agar rizqni izlamasa, och qoladi. Akşamı burun yetip sahar turish Alloh taolo bekitgan tabiat qonuni bo'lib, Alloh sizlarning orom olishinglar uchun sizlarga kechini qorong'u qilib bergan. Tirikchilik qilishinglar uchun kunduzni yorug' qilib bergan zotdir degan oyat uning ishorat qildi. 2002-yili Amerikaning Arizona universiteti tarafidan e'lon qilingan bir ilmiy tadqiqotda bunday deyilgan. Qorong'uda uxlash tan saqligi uchun nihoyat foydalidir. Tadqiqotchilarning bildirishicha, badan qorong'uda melatonin deb ataladigan hormonni chiqaradi. Bu hormon ko'krak va ma'za bezraklaridan saqlash rolini o'ynaydi. Tadqiqotlar yana melatonin degan hormonning rak hujayralarining o'sishining oldini olish xizmatini ishlaydiganligini, ammo yo'riqda bu xizmatni ishlayolmaydiganligini isbotlab chiqdi. Sog'lomlik va uning turlari. Sog'lomlikni badanning kasaldan saq bo'lishi deb tushunib olganda, sog'lomlik degan so'z o'z ichiga oladigan ma'nolar ifodalanmay qoldi va sog'lomlikni kichik bir ramkaga qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Chunki tibbiy mutaxassislarning ta'kidlashicha, sog'lomlik fikr, hissiyot, badan va ruh qatorliq 4 narsaning tamponlik ichida bo'ladigan holatdir. Bu 4 narsa bir-biriga bog'lanishli bo'lib, fikriy sog'lomlik psixik sog'lomlikdan ayrilmaydi. Psixik sog'lomligi badan sog'lomligi bilan bog'lanishlidir. Ularning hammasi ruhiy sog'lomlikdan ayrilmaydi. Odamning barliq o'y-xiyollari uning psixik holatidan mustasno emas. Insonning psixik holati yaxshi turib, uning o'y-xiyolining nachar bo'lishi mumkin emas. Ya'ni, sizning kallangizdagi fikr-xiyolingiz ijobiy bo'lgan holatda, sizning psixikingizning buzuq bo'lishi mumkin emas. Ijobiy o'y-fikrlar badanga ta'sir qiladi va uni rohat his qilish, zihnining ochiqligi, harakatchanlik, ruhning suzukligi qatorliq har xil ijobiy holatlar bilan ifodalaydi. Mubodi badan salbiy o'y-fikrlarni qabul qilganida uni tushkunlik, o'rinliq, as tutolmaslik, irodasizlik, har xil og'riq, semizlik qatorliq holatlar bilan ifodalaydi. Shu aniqki, kasallik bir ondan o'tirg'i chiqmaydi. U o'y-fikr va psixikalik salbiyliklar sababli badanga asta-asta yuklanib to'plangan og'ir bir horg'inlikdan kelib chiqadigan holatdir. Biyologiyalik soat va uning roli. Biyologiyalik soat insonning ichki a'zolari orasidagi bioenergiyaning muntazam harakat qilib turishi demakdir. Biyologiyalik soat insonning ichki a'zolaridan bo'lgan 12 a'zo orasida 24 soat davomli aylanib turadi. Bu jarayonda mazkur 12 a'zo orasidagi bioenergiya faoliyatini oshiradi va har 2 soatda mushu 12 a'zoning biri eng mukammal vazifa ado qilish saviyasiga yetadi. Har 12 soatdan keyin har bir a'zo faoliyatchanligidan bo'shab orom olish va keladigan 12 soatdan keyingi faoliyat uchun tayyorlanish davriga kiradi. Masalan, jigarning bioenergiya faoliyati kech soat 1 dan 3 gacha bo'lgan aralıqda eng mukammal darajaga yetadi. Uning faoliyati gündüz saat 1 dan 3 gacha bo'lgan aralıqda eng to'van darajada bo'ladi. Mazkur 12 ichki a'zo o'pka, qalin hujay, oshqozon, tal, yurak, inchik hujay, do'saq, nasllanish a'zosi, böbrek, ichki bezlar, o't va jigar qatorliqlardir. Tibbiy mutaxassislarning aytishicha, har bir odamning badanida biologiyalik soat bor bo'lib,
u badanning turli xizmatlarini rad soldi. Uyqumi shuning ichida. Akşam saat 11'den geç saat 3'gacha qon eqimining ko'p qismi jigarda bo'ladi. Jigar bu vaqtda qon bilan to'lganlikdan uning hajmi cho'miyib ketadi. Mana bu vaqt intayin muhim bir vaqt bo'lib, bu vaqtda jigar badandagi zaharni tozalaydi va qon, balg'am, safra, savdodan iborat tabiiy xilotlarni ishlab chiqaradi. Badanda bir kun ichida to'plangan zahar 4 soat tozalanadi. Ishning chatoq yeri, agar siz 4 soat ichida uxlamagan bo'lsangiz, jigar zahar tozalash xizmatini olib bormaydi. Tabiiy xilotlarni ishlab chiqarmaydi. Chunki jigarning bu xizmatini olib berish uchun sizning uxlagan holatda bo'lishingiz kerak. Agar siz kech soat 11 da uxlasangiz, jigarning badandagi zaharni tozalashi uchun 4 soat ozod vaqt bor deganlik bo'lib, bu oraliqda zahar tal-to'kis tozalanib qoladi. Agar siz kech soat 12 da uxlasangiz, oldingizda 3 soat qolgan bo'ladi. Agar siz kech soat 1 da uxlasangiz, oldingizda 2 soat qolgan bo'ladi. Agar siz kech soat 3 da uxlasangiz, badaningizdagi zaharni tozalashga hech qanday vaqt qolmagan bo'ladi. Agar siz hayotingizni mushundaq davomlashtirib badaningizdagi zahar to'planib meniveradi. Ondan bir kun tuyuqsizlar sizga nima bo'lganligini bilmay qolasiz. Ammo o chog'da siz kechikib qolgan bo'lasiz. Shunga siz Alloh taolo bekitgan qonuniyat bilan zidlashmang. O'rin yetib sahar turing. Payg'ambar alayhissalom mening ummatimga berilgan barakat sahar vaqtiga belgilandi deb ko'rsatish orqali musulmonlarni oqshimi o'rin yetib at sahar turishga tashabbus qilgan. Reallik shuki, atdigan turib ishlaydigan millatlar har jihatdan taraqqiy qilib kelyapti. Ammo kech uxlamay atdiganlik uxlaydigan millatlar garchi musulmon qavmlar bo'lsa-mu taraqqiyotda, ishlab chiqarishda va moddiy quvvatda orqada qolmoqda. Kech uxlab, kechikib uyg'onishning ziyinini bilasiz. Kech uxlab, atsi qancha ko'p uxlagan bo'lsangiz-mu hardoqingiz chiqmaganligini va intayin harg'in va erinchaklik bilan ish qilganligingizni bilasiz. Bu nima uchun shunday bo'ladi? Bu badaningizdagi zaharning tozalanmaganligidan bo'ladi. Chunki oqshom kech uxlash, saharda turmaslik inson salomatligi uchun intayin ziyonli odatdir. Kech soat 3 dan 5gacha bo'lgan oraliqda qon eqimining ko'p qismi o'pkaga markazlashgan bo'ladi. O chog'da siz nima qilishingiz kerak? O chog'da siz sof havodan nafas olishingiz kerak. Bog'chidek, etizliqdek havosi sof joylarda uzun nafas olib, ondan asta qo'yib bersangiz to'liq yaxshi bo'ladi. Atigan soat 5 dan 7gacha bo'lgan oraliqda qon eqimining ko'p qismi qalin uchayga to'plangan bo'ladi. Bu chog'da qanday qilish kerak? Bu chog'da osh qo'rsaqqa 2 stakan issiq suv ichsiz. Ondan o'zingizni bo'shatib, badaningizni bir kun bo'yicha kerakli yemaklar bilan ta'minlashga hozirlaysiz. Atiganda hech nima yemay turib 2 stakan issiq suv ichish uchayni harakatga keltirish va yumishtish uchun nihoyat muhim rol o'ynaydi. Ammo osh qo'rsaqqa so'g'oq suv ichishga bo'lmaydi. Chunki so'g'oq suv uchayning xizmatini ojizlashtirib qo'yadi. Qon aylanish to'salg'i bo'ladi. Atigan soat 7 dan 9gacha bo'lgan oraliqda qon eqimining ko'p qismi oshqozonda bo'lgan bo'ladi. Bu chog'da qanday qilish kerak? Bu chog'da noshta qilasiz. Atiganda noshta intayin muhim bo'lib, noshta qilmaslik yoki noshtani mushu soatdan kechiktirib qilish tan sog'ligiga intayin ziyonlidir. Bu ziyonni bir kun ichida eng esil va foydali g'izolarni to'ldiradi. Noshta qilmaslik xatarli kasalliklarga yo'l ochadi. Sizning atiganlik noshtangiz shu bir kuningizning qanday o'tishini belgilaydi. Chunki atiganda oshqozoningizga kirgan taom sizning jismoniy faoliyatingiz uchun asosiy rol o'ynaydi. Kuchli oshqozon yuqori energiya va sifatli xizmatning kafolatidir. Kuchli oshqozon salbiy hislarga qabul qilish uchun zo'r kuch demakdir. Xuddi mashinangizga qochilgan benzin qanchalik sifatli bo'lsa, mashinangizning xizmati yaxshi bo'lgandek, atiganda noshtangiz qanchalik yaxshi, mukammal va quvvatli bo'lsa, sizning bir kunlik ishlaringiz shunchalik sifatli, natijali va g'albilik bo'ladi. Bizda qo'riqdag'ar o'ri turmaydi deydigan maqol bor. Dehqonlarning yoki yezilarda yashaydiganlarning tan sog'liq jihatda shaharliklarga qaraganda har tarafdan yaxshi ekanligi ajablanarli emas. Chunki ular oqshimi baldir uxlab, at sahar turish orqali o'zlarining biologiyalik soatlariga rioya qiladi. Kichik vaqtimizda televizor, internet degan narsalar yo'q edi. Qatnash vositalari hozirgidek o'ng'ay emas edi. Kishilar umuman oqshimi bo'rin yetib, at sahar turardi. Shunga o zamonlarda kishilar qon besimi, diabet,
rak degan kasalliklarni bilmaydi. Biz insonlar Alloh taolo tabiatga belgilab o'tgan tabiiy qonuniyatga xilof qilib, kechini kunduzga, kunduzni kechiga aylantirib oldik. Harakat orqali kuchlanib va yashirib turadigan badanimizni harakatsizlik bilan kasal qilib qo'ydik. Alloh taolo yo'l menishga yaratib bergan putlarimizni menishdan mahrum qilib, o'rinlashtirib qo'ydik. Biz bu qilmishlarimizning jazosini har xil kasalliklarga giribtor bo'lish yoki ish kuchimizda harakatsizlik bilan tortdik.